Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi obzorlarimizda sizlar uchun yangi avtomobil topib qo'ydim. Bugungi obzorlarimizda Chang'an Porter tashqi ko'rinish jihatdan avtomobil yangi avtomobil hisoblanadi. Halicha O'zbekiston bozorida 2-3 yildan beri sotilyapti. Lekin 3 yildan beri sotilgan taqdirda ham hali bu avtomobil yangi avtomobil. Uncha hali omma e'tiborini jalb qila olgancha yo'q. Ushbu avtomobilning tashqi ko'rinishi Koreyada ishlab chiqariladigan Hyundai Porter va Kia avtomobillariga, Kia Bonga avtomobillariga to'laqonli kopiya tarzida olingan tashqi ko'rinish jihatdan. Lekin ushbu avtomobilning texnik xarakteristika qismiga kelganimizda, ulardan ancha yuqori va sifatli texnik uskunalar ishlatilganligini guvohi bo'lamiz. Ushbu avtomobilning tashqi ko'rinishida faralar sistemasi LED faralardan tashkil topgan bo'lib turib, ushbu LED faralar tunning qorong'u qismida, ya'ni juda uzoq masofani sifatli va yoriq yoritib berish imkoniyatiga ega. Avtomobilimizning pastki qismida esa to'manka qismi joylashtirilgan bo'lib turib, bu to'manka farasining yoritish funksiyasi ham boshqa avtomobillarning farasidan ancha sifatli va juda uzoq masofani yoritib bera olish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Undan tashqari avtomobilimizning pastki qismida radiator qismi joylashtirilgan bo'lib turib, o'ziga xos nikel va plastmassalar bilan shaklda ishlov berildi. Qo'shimcha dizayn holati radiator pantera qismi yopilgan hisoblanadi. Undan tashqari avtomobilimizning logotip belgisi tushirilgan joyi bu yoq ham qo'shimcha kapot vazifasini bajara oladi va bu qism ochiladi. Bu qismni ochib turib, yana ichidagi detallarni qo'shimcha obzor qilish imkoniyatiga egamiz. Avtomobilimizning oldingi radiator qismidan yuqori joyda joylashgan oldingi kapot vazifasini bajara oluvchi qismining orqa tomonida nima borligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa yaqinroq kelamiz, ko'rishni boshlaymiz. Ushbu avtomobilimizning oldingi qismida unaqa kerakli jihozlar yo'q ekan. Faqatgina avtomobilimiz uchun kerakli bo'ladigan oyna yuvishda foydalanadigan suv bachogi bor ekan xolos. Bunaqa qo'shimcha ishning joyi yo'q va bu yerda joy pashti yo'q desak ham bo'laveradi. Faqat bitta shu uchun joy qoldirib ketilgan ekan. Bo'lmasa endi oldingi bachogni sekingina yopib qo'yaveramiz. Ushbu avtomobilimizning texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimiz 2 litrli atmosferniy motor bilan jihozlangan. Bundan tashqari ushbu avtomobilimiz 144 ta ot kuchiga teng hisoblanadi. Ushbu avtomobilning motor kuchi va uni quvvatini sizlarda amaliyot tarzida avtomobilni haydab, keyin sizlarga o'zingizlarning haqiqatan ko'zingizlar bilan avtomobilning vesi qancha og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, uni yuk tashish imkoniyati qancha imkoniyatga egaligidan qat'iy nazar ushbu avtomobilni haydab turib sizlarga xarakteristikasi va motorning sifatini ko'rsatishga imkon qadar harakat qilamiz. Ushbu avtomobilimizning motor parvarishiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ushbu avtomobilimiz yangi hisoblanganligi sababli qaysi motor moyi agregatdan to'g'ri foydalanib turib, to'g'ri avtomobilning motor parvarishiga foydali bo'ladigan yog'lar to'g'risida, moylar to'g'risida qanday qo'shimcha ma'lumot yo'qligi sababli hozircha obunachilarimga noto'g'ri ma'lumot, keraksiz ma'lumot va sifatsiz moylarni reklama qilib qo'ymaslik uchun bu to'g'risida hozirgi kunda menda reklama qilishga va ma'lumot berishga imkoniyatim yo'q. Xudo xohlasa, keyingi bosqichlarda, keyingi videolarda qaysi motor moyi qaysi avtomobilga sifatli va yaxshi ta'sir qilib olish imkoniyatini moylar retsept to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lgan holatda obunachilarimga sifatli va to'g'ri keladigan moylarni tavsiya qilib ketishga harakat qilaman. Chang'an Porter avtomobilimiz 2 litrli benzinli motor bilan jihozlangan bo'lib turib, ushbu benzinli motor orqali bizlar avtomobilimizda ham benzin yoqilg'isida, ham propan yoqilg'isida, ya'ni suyultirilgan gazda, ham metan yoqilg'i turida, ya'ni siqilgan gaz sistemasida harakatlanish olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Avtosalonga boradigan bo'lsanglar, ushbu avtomobilimizning zavodskoy gaz o'rnatilgan turi ham bo'la turib, xohlasanglar benzinli varianti. xohlasanglar zavodskoy gaz o'rnatilgan shaklni xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mendan so'raydigan bo'lsanglar, ushbu avtomobilimizning zavodskoy benzin va propanga o'tkaza oladigan imkoniyatini xarid qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Chunki avvalambor o'zingizlar bilasizlar, O'zbekiston sharoitida qishki mavsumda metanda ancha uzoq o'chiritlar bo'ladi, ancha ko'p vaqtlar ketib qoladi. Ushbu avtomobilimizning motori esa
benzinda harakatlanishga e, ixtisoslashgan motor bo'lganligi uchun ushbu avtomobilimizni propan o'rnatib harakatlanishinglarni tavsiya qilib qolardim. Chunki agar metan qo'ysanglar avtomobilimizning motor quvvatining оборот quvvati kamida 50%, yarmiga kesilib ketadi. Avtomobil motori slabiy bo'lib qoladi. Propan qo'ysanglar, propanning oktan soni bilasizlar, benzinnikidan ancha yuqori bo'lganligi sababli avtomobilimizning harakatlanishida va uning sifatiga ancha yuqori ta'sir qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun olishdan oldin motorni yashovchanligi va uni quvvatining kuchli bo'lishini hisobga oladigan holatda avvalambor moliyaviy imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda agar sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, avtomobilimizning benzinoviy shaklini xarid qilgan holatda va unga qo'shimcha tarzda propan yoqilg'isini o'rnatishni tavsiya qilib qolaman. Sababi propan yoqilg'isida avtomobil ancha yuqori va sifatli harakatlana olish imkoniyatiga ega. Ushbu avtomobilimizning yon qismiga keladigan bo'lsak, yon qismida eshikda bokovoy oyna joylashtirilgan bo'lib turib, ushbu bokovoy oynasi juda katta объемli bokovoy oyna hisoblanib turib, mashinamizni xotibina kelgan holatga mashinamizning orqa qismini va orqa aks ettiruvchi vid ko'rinish qismini ancha sifatli va yorug' ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari eshigimizda burilish chiroqlarini takrorlovchi qo'shimcha chiroqlar sistemasi ham o'rnatib ketilgan. Avtomobilimizning baloniga keladigan bo'lsak, avtomobilimizning baloni 185 ga 15 razmerli avtomobil shinalari bilan jihozlangan bo'lib turib, ushbu avtomobilimizning oldingi balonlarida ham amortizator, ham resor sistemasi joylashtirilgan bo'lib turib, ushbu avtomobilimiz yuk tashish vazifasini bajarishligini esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Ham resor, ham amortizator sistemasi avtomobilimizga qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham yumshoqlik, harakatlanishda avtomobilimizning ancha yumshoq harakatlanishiga imkon bera oladi deb hisoblayman. Avtomobilimizning ikki xil turdagi yukxona rasmiyaligi varianti bo'lib turib, birinchi turining yukxonasining uzunligi 3 metr 40 sm hisoblanadi. Ikkinchi turida esa 3 metr 80 sm hisoblanadi. Agar yukning uncha ahamiyati yo'q va yukxona razmerining uncha ahamiyati yo'q desanglar, men obunachilarimga 3 metr 40 santimetrlikni olishni tavsiya qilaman. Chunki 3 metr 40 santimetrlik olganingizda unda orqa avtomobilimizning kabina qismida orqa qo'shimcha joyi bo'ladi. Agar 3 metr 80 santimetrdan oladigan bo'lsangiz, avtomobilimiz kabina qismida qo'shimcha joy bo'lmaydi va mana bu qism bo'lmaydi. Bu qism ham harakatlanayotgan paytda ham yo'lovchiga, ham haydovchiga bemalol o'rindiqlar joylashuvini va uning moslashishini o'ziga moslab, emin-erkin o'tirishga imkon beradi. Agar yukxona qismi uzun va kabina qismi tor variantini oladigan bo'lsanglar, eslatib qo'ying. Xuddi o'zimizda ishlab chiqariladigan Labo avtomobillarga o'xshab, haydovchi ham va uning yonida harakatlanayotgan yo'lovchi ham noqulay tarzda harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun agar menga yukning ahamiyati yo'q, menga 3 metr 40 santimetrlik variant ham to'g'ri keladi desanglar, men obunachilarimga 3 metr 40 santimetrlikni olishni tavsiya qilib qo'yaman. Yana o'zingizlar bilasiz. Iloji bo'lsa, avtosalonga borib, ushbu avtomobilni minib ko'rib, ushbu avtomobilda harakatlanib ko'rib olishni tavsiya beraman. Avtomobilimizga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu avtomobilning yukxona qismida boarding balandligi yuqori bo'lgan bo'lsa, avtomobilga maxsus tarzda qo'shimcha salonni kesa olish va uning oqimini qaytara olish uchun qo'shimcha korona, ya'ni koch hisoblanadigan bo'lib, ushbu korona qismi avtomobilga ham funksionalni yordam berishdan tashqari, uning tashqi ko'rinishi ham qo'shimcha chiroy va ko'rinishiga ham ancha agressiya bag'ishlay olgan deb hisoblayman. Chunki ushbu avtomobil harakatlangan paytda ushbu avtomobilning ancha o'zini oddiy razmeridan ko'ra yirikroq razmerda ko'rsata olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Avtomobilimizning yon qismida yoqilg'i bachogi joylashtirilgan bo'lib turib, ushbu yoqilg'i bachogining hajmi 70 litr hisoblanadi. Va ushbu avtomobilimiz 92-markali benzinda harakatlana oladi. Undan boshqasida harakatlana olmaydi. Bu avtomobilga 80 rusumli benzinda quyish xatolik hisoblanadi. Endi orqasiga keladigan bo'lsak, orqa balonlari yuk avtomobillarga xos bo'lgan ikkitalik balon sistemasi, ya'ni qo'sh balon sistemasidan tashkil topgan bo'lib turib, bu sistema avtomobilimizga
ancha-muncha og'ir yuklarni ko'tara olish imkoniyatini yaratib bera oladi bemalol. Ushbu avtomobilimizning orqasida e'tibor berayotgan bo'lsanglar, avtomobilimizning rama qismiga qarab turib, avtomobilimizning juda og'ir yuklarni ko'tara olish imkoniyati ham borligini hisob-kitob qilib olsak bo'ladi. Yana bitta ключевой tomoni e'tibor bergan bo'lsanglar, Hyundai Porter va Kia Bonge avtomobillarining oldi baloni bilan orqa balonining razmeri ikki xil bo'ladi. Ya'ni oldingi baloni ancha kattaroq razmerda, orqa baloni esa qo'sh balon bo'lgani bilan kichik razmerli bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning oldi va orqa balonlarining razmeri bir xil hisoblanadi. Bu ham avtomobilimizning yuk ko'tara olish qobiliyatiga ancha-muncha yaxshi ta'sir qila oladi deb o'ylayman. Orqa yukxona qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilimizning orqa yukxonasining uzunligi 3 metr 40 santimetr hisoblanadi. Eni esa 1 metr 185 santimetr, ya'ni 185 santimetr hisoblanadi. Yukxona qismining orqa bort qismining qalinligi esa 375 millimetr hisoblanadi. Ya'ni avtomobilimizning orqa yukxonasi ancha chiroyli ishlov berilgan. Balandlikka e'tibor bermanglar. Balandlik maxsus buyurtmalar asosida, hisob-kitoblar asosida ancha balandroq qilingan. Sababi ushbu avtomobilning o'zining ish faoliyati va qaysi yuk bilan shug'ullanishiga qarab turib, avtomobilimizning yukxonasi ozgina balandroq qilingan. Ushbu avtomobilimizning zavod tomonidan berilgan xarakteristikasiga qarab hisob-kitob qilib ko'rganimizda, zavod tomonidan ushbu avtomobilimizning yuk ko'tarish qobiliyati 1 tonna 800 deb belgilangan. Lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holatda ushbu ko'rsatkichni bemalol 2 ga ko'paytirib 3 tonna 600 dan 4 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi deb bemalol ayta olaman va ushbu avtomobil shu ko'rsatkichdagi yuklarni ko'tarib o'zini ancha sifatli va baquvvat avtomobilligini isbotlay olgan hisoblanadi. Avtomobilimizning orqa qismida, pastki qismida hamma yuk avtomobillariga xos bo'lgan zapaskasi joylashtirilgan bo'lib turib, ushbu avtomobilimizning zapaskasi faqat bitta dona hisoblanadi. Chunki ushbu avtomobilimizning orqa va oldingi balonlar razmeri bir xil bo'lganligi uchun bitta dona bir xil razmerdagi balon qo'yilgan. Kia Bonge va Hyundai Porter avtomobillarining balonlari ikki xil razmerli bo'lganligi uchun ularda har doim ikki xil razmerli balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimizning orqa qismida qo'shimcha duga qismi joylashtirilgan bo'lib turib, ushbu duga qismi har xil noxush vaziyatlardan avtomobilni saqlash uchun qo'shimcha tarzda o'rnatilgan. Undan tashqari avtomobillarimizning duga qismida tungi yoritish vazifasini bajara oluvchi qo'shimcha ishoralar beruvchi chiroqlar buning ostki qismida va yukxonaning eng yuqori qismida joylashtirib ketilgan. Chang'an Porter avtomobilimizning sifati va qulayliklarini gapirib o'tadigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning motori ham baquvvat bo'lganidan kelib chiqqan holatda va uning yuk ko'tarish olish qobiliyati ham ancha yuqori bo'lganligini hisobga olgan holatda Kia Bonge va Hyundai Porter avtomobillaridan ancha yuqori va sifatli ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Nimaga desanglar, Kia Bonge va Hyundai Porter avtomobillarining motor yoqilg'i turi Salarka hisoblanadi va O'zbekiston sharoitida yuqori va sifatli Salarkani topish ancha qiyin bo'lganligi sababli obunachilarimga va meni kuzatib turganlarga Chang'an Porter avtomobilini xarid qilib olishlarini so'rab qoladi. Chunki ushbu avtomobil yoqilg'i tanlamaydi. Avtomobil motori sifatli, unaqa kaprizli emas, har narsaga buzilavermaydi. Ehtiyot qilib, sifatli qarab, kerakli paytda yog'ini almashtirib, sifatli yog'lar agregatidan foydalansanglar, ushbu avtomobilimizning yashovchanlik va ish qobiliyatini ham ancha uzoq muddatga cho'za olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun Kia Bonge va Hyundai Porter avtomobillaridan ushbu avtomobilning yuk ko'tara olish qobiliyati ancha yuqori hisoblanadi. Bemalol ushbu avtomobilimiz 3,5 tonnadan 4 tonnagacha bo'lgan yukni qiynalmasdan ko'tara oladi. Yana qo'shimcha issiq kunlarda konditsionerni yoqib qo'ygan holatda og'ir yuklar bilan ham avtomobilning motori uncha kuchlanishlarsiz, qiyinchiliklarsiz harakatlana olish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Porter avtomobilimiz to'g'risidagi uning texnik xarakteristikasi
va tashqi ko'rinish jihatdan yetarlicha ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Endi esa avtomobilimizning ichki salon ko'rinishi, ya'ni interior qismiga. Qani endi avtomobilimizning salon qismiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni ko'rib turganingizdek, salon o'ziga xos, o'zgacha dizaynda ishlov berilgan. Ya'ni ushbu avtomobilimizning priborlar panelida gaplashadigan bo'lsak, avtomobilimiz ham analog sistemada, ham elektronik sistemada jihozlangan hisoblanadi. Ya'ni kichkinagina monitorchasi bo'lib turib, ushbu monitorcha orqali avtomobilimizning yoqilg'isi qancha qolganligini va uning motor temperaturasini ko'rsatib turuvchi ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Avtomobilimizning ruli ikki xil bosqichda sozlanadi. Ya'ni oldinga va orqaga sistemasi joylashadi. Undan tashqari avtomobilimizda rul multi rul emas, oddiygina rul hisoblanadi. Avtomobilimizning media sistemasiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning media sistemasi oddiygina FM radiodan iborat bo'lib turib, bundan tashqari avtomobilimiz media qismida AUX kabel va USB kabel orqali ham avtomobilimiz media sistemasiga ulanish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari pastki qismida ko'rganingizdek ozgina joy qolib ketgan. Bu yerda ham xohlasanglar telefoninglarni yoki ma'lum miqdordagi kichkinagina biron bir buyumlarni saqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari avtomobilimizning yon qismiga yon o'rindiqlarining tarpetka qismida esa ko'rib turganingizdek judagina katta joy bor. Bunga primerdan 2.05 bakalashkali ichimliklar ketadi yo boshqa jihozlar ketadi. Bundan tashqari avtomobilimizning tarpetka qismida ko'rib turganingizdek juda katta bardochogi bor. Bu bardochokni keyin olamiz. Tarpetka qismida juda katta bardochok qismi bo'lib turib, bu yoqqa ham juda katta va juda katta hajmdagi narsalarni joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Avtomobilimizning klimat kontrol qismiga keladigan bo'lsak, avtomobilimiz konditsioner bilan jihozlangan hisoblanib turib, ushbu konditsioner sistemasi O'zbekistonning issiq iqlim sharoitlarida avtomobilimizda yozgi kunlarda harakatlanishga juda qulaylik va juda yaxshi komfort bag'ishlay oladi deb o'ylayman. Bundan tashqari avtomobilimizning korobkalar qutisiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizning korobkalar qutisi 5 ta pog'onali korobka bilan jihozlangan bo'lib turib, ushbu avtomobilimizning harakatlanayotgan paytda avtomobilimiz motoriga qo'shimcha kuchlanish bermasdan avtomobilimizning harakatlanishiga anchagina yaxshi ta'sir qiladigan korobka bilan jihozlangan hisoblanadi. Undan tashqari avtomobilimizda kichkinagina stakanchik qismi joylashtirilgan bo'lib turib, bu yoqda asosan kichkina razmerli asosan stakanlar yoki 0.5 razmerli bakalashkadagi ichimliklardan foydalanish imkoniyatimizni beradi. Bundan tashqari avtomobilimizda bitta kurilka qismi bor va undan tashqari har xildan joylashtirish qo'shimcha yana ikkita kurilka vazifasini bajara oluvchi qo'shimcha qism bor. Endi esa avtomobilimizda harakatlanib turib, avtomobilimizning yo'lda o'zini qanday tutishini ko'rib chiqamiz. Hayot aka, avtomobilimizning yana bitta eng asosiy fishkalaridan birini aytaymi? Bu avtomobil o'zingizniki, to'g'risini ayting. Avtomobilimizning o'zini yo'lda tutishi ancha yaxshi. Motori 2 litr bo'lgani bilan shu vesiga o'zini og'irligiga nisbatan motor ancha kuchli qilib ishlov berilgan. Motorning kuchini hozir sizlar bilan sekin-sekin sinab ko'ramiz. Motorning оборотini, o'sha avtomobilimizning оборотini 3000 ga chiqargandan keyin avtomobilimiz raketa bo'lib uchadi. Buni sizlar bilan sinov jarayonida ko'rib chiqamiz. Oldimizda albatta radar joylashgan bo'lib turib, yo'l qoidasi, umr foydasi. Tezlikni oshirmasdan yo'l qoidasiga rioya qilib turib harakatlanishingizni sizlarga tavsiya berib qolaman. Ham cho'ntagingizga, ham umringizga foydasi bo'ladi. Shuning uchun reklama olmagan bo'lsa ham Neoline radardan foydalanish, ya'ni 8800 mi, 7700 mi Neoline radardan foydalanishingizni tavsiya berib qolaman. Sababi hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida eng ishonchli va sifatli radar hisoblanadi. Hali bo'lmasa bosdik.
e'tiborga olishinglarni so'rab qolardim. Avtomobilimizning konditsioneri qo'shilgan va konditsioner qo'shilgan holatda avtomobilimiz harakatlanadi. Avtomobilimiz harakatlanish jihatdan ancha o'zini to'g'ri va yo'llarda yaxshi tutadi. Faqatgina sizlarga yuk avtomobili haydovchi sifatida maslahat berib qolaman. Avtomobilni to'g'riga haydayotganingizda va to'g'ri yo'lda qancha kuchlanishda tezlikda haydasanglar ham avtomobil talabga javob beradi. Lekin burilish joylari kelganda va noqulay yo'llarda bo'lganda iloji boricha avtomobilni tezligini oshirmasdan, tezlikka rioya qilgan holatda harakatlanishini so'rab qolaman. Sababi yuk avtomobillar har doim noqulay yo'llarda va xavfli burilish joylarida o'zini yaxshi tuta olmaydi. Bu kafolatlangan. Bu avtomobilning vesini va og'irligini, ob'yomini hisobga olgan holatda iloji boricha tezligini me'yorda ushlashinglarni so'rab qolaman. Nima bo'lsa ham yo'l qoidasiga rioya qilgan holatda, tezlikni oshirmagan holatda harakatlanishni so'rayman. Avtomobil ancha-muncha harakatlanishda o'zini juda yaxshi tutadi. Ham tezlik jihatdan, ham xarakteristika jihatdan. Мужиком станет от меня. Porter avtomobilimiz. Vodiyga перевалga chiqqan vaqtimda, ham chiqayotganda, ham перевалdan tushayotgan paytda yuk bilan va yuksiz o'zini ancha yaxshi texnik jihatdan ko'rsata oldi. Ushbu jarayon video tasvirga olingan bo'lib turib, ushbu jarayon elektronniy rul hisoblanib, bu avtomobilimizda harakatlanayotganda, uni yuk bilan yoki yuksiz erkin holatda harakatlanayotganda ham avtomobilimizning boshqaruviga ancha qulaylik bag'ishlay oladi. Buning isbot sifatida mana e'tibor beringlar. O'ng qo'l, bitta barmoq va avtomobilimiz ruli bemalol harakatlanadi. Bitta barmoqda avtomobilimizni bemalol 360 gradusga ko'ra 720 gradusga ham burib harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bitta barmoq. Ikkinchi barmoq ishlatilayotgani yo'q. Mana xohlasanglar qaytaramiz. Bitta barmoqda bemalol harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Avtomobilimizning og'irligi 2,5 tonnaga yaqin hisoblanadi. Bu ko'rsatkich unga yana 3 tonna yuk qo'shgan taqdirimizda ham 4 tonna 5 tonna og'irlikka yetkazgan taqdirimizda ham avtomobilimizning rulini mana shunaqa qilib bitta barmoq orqali boshqarishimiz ham mumkin hisoblanadi. Bu esa avtomobilimizning sifati ancha yuqori ekanligidan dalolat beradi. Aka, bu mashina haqida uncha uvering gapiryapsiz. Sababi avtomobil o'zimniki. Bu avtomobilda 2 yildan beri harakatlanib yuraman. Avtomobilning xarakteristikasi, o'zini yo'lda qanaqa tutishi va yukni qancha miqdorda ko'tara olish imkoniyatidan o'zimni batamon xabarim bo'lganligi uchun o'z avtomobilimda shu obunachilarim uchun obzor qilib beraman. Bir nechta takliflar va iltimoslar bo'lganligi uchun o'z avtomobilimni obzor qilib, o'z Changan Porter avtomobil to'g'risida qisqacha obzorni video chiqarishga harakat qilaman. Yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib ketishni unutmanglar. Prosta tak ko'rib, like ham bosmasdan, podpiska ham bosmasdan chiqib ketmanglar. Iloji bo'lsa kommentariyada keyingi videolarimizda qanaqa avtomobillarni obzor qilishimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketsanglar, xursand bo'lardim. Like, podpiskani bosib chiqib ketinglar. Salomat bo'linglar. Murojaat uchun telefonlar 78 kodi bilan 148 09 11, 90 kodi bilan 981 98 91.